Joriy yilning yanvar oyidan may oyigacha bo'lgan davrda Navoiy viloyati hududiy inspeksiyasi tomonidan ichimlik va oqova suv xizmatlaridan foydalanish yuzasidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirib, suv xizmatlaridan foydalanish ustidan nazorat tadbirlari kuchaytirilmoqda. Suvdan tejamkorlik bilan foydalanish, to'lov madaniyatiga amal qilishni targ'ib etuvchi jarayonlardan tayyorlangan lavha bilan davom etamiz. Inspeksiya tomonidan o'tkazilgan nazorat tadbirlari natijasida ichimlik suv tarmoqlariga noqonuniy ulangan 208 ta holat aniqlandi. Bu bilan 510 million so'mdan ziyod ma'muriy jarimalar rasmiylashtirildi hamda Navoiy suv ta'minoti aksionerlik jamiyatiga yetkazilgan 63 million so'mlik zarar aniqlandi. Shuningdek, ichimlik suvdan foydalanish qoidalariga rioya etish holatlari o'rganilib, 176 ta noqonuniy ulanish va 32 ta hisobga olishdagi qoidabuzarliklar fosh etildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda umumiy qiymati 5 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 26 ta holat aniqlandi. Aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash sifati bo'yicha 887 ta laboratoriya tahlillari o'tkazildi. Shu bilan birga 42 ta mahallada o'rganishlar o'tkazilib, 220 ta iste'molchi orqali 953 ta aholi xonadonlari bilan shartnomalar rasmiylashtirildi. Budjet tashkilotlarida o'tkazilgan o'rganishlar natijasida 33 turdagi kamchiliklar aniqlanib, 36 million so'mlik ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Ijtimoiy va mahalliy tashkilotlar bilan hamkorlikda 138 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Navoiy viloyat hududiy inspeksiyasi tomonidan joriy yilning hozirgi kunga qadar ichimlik suv tarmog'idan noqonuniy ulanib foydalanib kelgan 208 ta huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan 501 million so'mlik ma'muriy jarima rasmiylashtirildi. Navoiy viloyat prokuraturasi hamda Navoiy suv ta'minoti bilan hamkorlikda ichimlik suv tarmog'idan noqonuniy ulangan holatlarni aniqlash bo'yicha har oyda muntazam ravishda reyd tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Suvni birgalikda asraylik mavzusidagi tadbirlar 38 ta mahallada va 40 ta ijtimoiy soha obyektlarida tashkil etildi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari orqali 60 dan ziyod videoroliklar jamoatchilikka yetkazildi. Navoiy suv ta'minoti aksionerlik jamiyati tomonidan berilgan texnik shartlar hamda yer osti suv quduqlari holati, suv ta'minoti aksionerlik jamiyati tomonidan berilgan texnik shartlar hamda yer osti suv quduqlari holati yuzasidan o'tkazilgan tekshiruvlarda bir qator kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. May oylari davomida 112 ta avariya holati aniqlanib, ularni tezkor bartaraf etish choralari ko'rildi. Ushbu ishlar suvdan oqilona va qonuniy foydalanishni, shuningdek fuqarolarni toza ichimlik suv bilan barqaror ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.